Jamal Musialaning 2 marta maydonda hushdan ketishiga nima sabab bo'ldi? Jamal Musiala jahon futbolidagi eng yorqin nomlardan biri. Bavariya va Germaniya terma jamoasining eng asosiy figurasi. Futbolchi Leipzigga qarshi mavsum oldi o'rtoqlik uchrashuvi davomida to'satdan maydonda hushidan ketdi. O'sha kuni havo juda issiq, 30 gradusdan yuqori bo'lgani uchun ko'pchilik unga jazirama ta'sir qildi deb o'yladi. Biroq ushbu taxminlar oradan 4 kun o'tgach, havo harorati pastroq bo'lgan boshqa bir uchrashuvda kuchga chiqdi. Heidenheimga qarshi bahsda Musiala zaxirada maydonga tushdi. Bu oradan bir necha daqiqa o'tar o'tmas yana yiqildi. Har ikki jamoa o'yinchilari uning yoniga yugurib borishdi. Tibbiyot xodimlari unga yordam ko'rsatilayotgan vaqtda ular xalqqa hosil qilib qo'shdi. Jamal karaxt holatda edi. Maydonni tark etish vaqtida unga jamoa xodimlaridan biri yordam berishiga to'g'ri keldi. Bu sog'lom yosh sportchining 4 kun ichida ikkinchi marta maydonda hushidan ketishi edi. Buni kuzatayotganlarning hech biri aniq sababini bilmasdi. Ushbu voqea atrofidagi taxminlarga yakun yasagan inson Musialaning o'zi bo'ldi. O'zining ma'lum qilishicha, muammo mushak yoki suyaklar bilan bog'liq emas. Shifokorlar unga absans xurujlari deb nomlanuvchi tashxis qo'yishgan. Bu odatda bir necha soniya davom etadigan va qisqa muddatga hushini yo'qotishiga olib keladigan tutqanoqning bir turi. Bunda inson bir nuqtaga tikilib qoladi va nima qilayotganini butunlay unutadi. Shu sababli ham Musiala o'ziga kelguniga qadar butunlay karaxt holatda ko'ringan edi. Sodda qilib tushuntirsam, uning holati miya bilan bog'liq. Futbolchi 10-15 soniyaga o'zini butkul yo'qotadi va hushiga kelgach nima bo'lganini umuman eslolmaydi. Futbolchining so'zlariga ko'ra bu holatni davolasa bo'ladi. Uning umumiy sog'lig'i uchun boshqa hech qanday xavf yo'q. Futbolchiga sog'lik tilaymiz. Voqealar rivojini birgalikda kuzatishni istasangiz, menga obuna bo'ling.